Tanishing. Bu katta og'amiz Ruslan. Talabalik vaqti atrofdagi yotoqxonalarni nazorat qilgan. Iflos. Bu Bodi, kurash bo'yicha respublika chempioni. Hozir esa pul talab qilish bo'yicha chempion. Bu Asan va Aydos. Ishonchli va yaxshi yigitlar. Har doim yoningda turadigan. Shoshma, u nimadir demoqchi. Borini beraman, faqat o'ldirmang. Bu esa Aman. Hamma uni juda hurmat qilardi. Bosqinchilik va zo'ravonlik uning uchun arzimagan ish edi. Besh yil avval zargarlik do'konidagi o'g'irlik katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ovozingni chiqarma, aks holda o'ldiraman. O'shanda o'g'irlardan biri aynan u edi. Institutni tashladim. Chunki atrofdagi